Xotira uchun mashq. Sizda hayvonlarni va joylashuvini eslab qolish uchun 10 soniya bor. Qaysi raqam ortida yo'lbars yashiringan? Jirafa qaysi raqamda? Burgut qaysi raqamda? Like bosing agar to'g'ri ketayotgan bo'lsangiz. Karkidon qaysi raqamda? Ot qaysi raqamda? Kiyik qaysi raqamda? Oxirgi raqamda qaysi hayvon bo'lganini eslab qolgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring.